Xayrli tong. Bu xuddi Geunxoga o'xshamaydimi, to'g'rimi? Ikkinchi qavat, ana ikkinchi qavat. Geunxo o'sha yerda. Sevgi san'at maktabi. Ko'rishguncha. Men tez charchayapman. Meni uyg'otmang. Hoy, men ko'chirilgan talaba haqida eshitdim. U bu yerga kelgan Yaponiyadan. Global almashish dasturi? Birinchi marta. Lekin nega u birinchi kursdan emas, 3-kursga o'tishi kerak? Ishonchim komilki, u maktab bezorisi yo biron muammoga duch kelgan talaba. Yoki majburan o'tkazildimi, yoki u chet eldan kelgan yashiringan qochoqdir. Hey, agar u gangsterning qizi bo'lsa-chi? Ehtimol uning bo'ynida ajdaho tatuirovkalari bordir. Balki uning yuzida tirnalgan jarohat ham. Salom. Birinchi qism. Salom, Xanachan. Bu nimasi? U juda yoqimtoy. Menimcha u gangsterning qizi emas. Hammaga salom. Men yaponiyalik Hana Hirosiman. Men koreys madaniyatiga juda qiziqaman. Yaponiyada men hatto Koreya madaniyatini o'rganish klubining a'zosi bo'lganman. Koreya madaniyatining nimasi ajoyib? Menga koreys dramalari, filmlari, K-pop va taomlari yoqadi. U mening savolimni tushundi va unga javob berdi, shundaymi? Xuddi boshqalar kabi, umid qilamanki do'st bo'lib ketamiz. Uchrashganimizdan xursandman. Meni Xanachan deb atashingiz mumkin. Siz yapon darsiga e'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Men juda ta'sirlandim. Uning o'tirishiga ruxsat berasizmi? Buning uchun uzr. Xo'p, sen sinf prezidentining yoniga o'tir, jiya. Sezganingizdek, Hana koreys tilini yaxshi tushunadi. Shuning uchun u bilan bemalol muloqot qilishingiz mumkin. Jiya, men uni maktabga olib borishingga ruxsat beraman. Hammaga xayrli kun. Jiya, biz endi partadoshlarmiz. Shunday. Hey, Shinjiya shunchaki jilmayib qo'ydimi? O'sha takabbur haykalga nima bo'ldi o'zi? Kutubxona. Ish vaqti 24 ga yetdi. Jiya, Nega bugun shu yerdasan? Axir kelma degandim. mumkin og'ir bo'lsa, menejment bo'limining eng yaxshi talabasini yukini men ko'taraman. Qancha ko'p kitob o'qisang, men yelka muskullarimni ko'paytiraman va kuchli bo'laman. Sevgi kutubxonasi.
Hey, og'zingda nimadir bor. Hammasi yaxshimi? Hammasi joyida. Ali, Rostdanmi? judayam mazali. Hoy, bu Jiya emasmi? Oh, jiya. Meni taniysanmi? Tanidiganga o'xshaysan. Bu odam meniki va hech kim uni mendan olib qo'ya olmaydi. Men uni o'zim bilan olib ketyapman. To'xtab tur, jiya. Qiz do'stim yo'q, faqat sen bor eding Bunday demaganmiding? emas. Unda uchi. U mening qarindoshim. Yaponiyadan kelgan amakivachcham. Moqchi ekanligi uchun olib keldim. Anachan, seni yaxshi ko'radi. U sen bilan tanishmoqchi edi. Nega? Sababi men seni unga doim maqtayman. Salom aytmaysanmi? Yo'q. Rostdanmi? Jiya. Koreyada ham do'stlar qo'llarini ushlashadi, shundaymi? Ha, qani ketdik. Ketdik. Sevgi san'at o'rta maktabida 3 ta yo'nalish mavjud. Aktyorlik, rejissyorlik va boshqaruv. Kel, rejissyorlikdan boshlaymiz. Rejissyorlik. Ular tanlovlarda mukofotlarni to'g'irlashadi. Ular tug'ma rejissyorlardir. Hikoyalarni aytib berish uchun bitta burchak o'zgarishdan foydalanishga qodir. Tayyor bo'lsangiz, motor. Keyingisi aktyorlik. Ular yorqin ko'rinish va mahorat bilan ko'tarilgan yulduzlardir. Hamma iste'dodga ega, ular ko'p ish qilmasdan e'tiborni tortadilar. Shunday qilib, bizda bu yulduzlarni porlayotganlari bor. Maktabimizning eng katta kuchi bu menejment. Ular sahna ortida ishlaydi, balki hamma ishni ular olib boradi. Ajoyib. Hanachan, ketdik. Kiyim-kechak xonalari, amaliyot xonalari va teatr. O'ylaymanki, bular hammasi. Savollaring bormi? Jiya, buni ko'rganmisan? Men uni 10 martadan ortiq ko'rganman. Detektiv bolaga agentligining kalitlari topshiriladi va unga mana kalit, otang seni yana kaltaklasa, to'g'ri bu yerga kel deyishadi. Geun-ho bola aktyor, juda yaxshi ko'rinishga ega, ajoyib aktyorlik mahorati bor. Menimcha, u asosan bir xil. Asosiy vazifani bajaruvchi Geun-ho, u bola. Geun-honing taniqli eng yaxshi do'sti Chon Si-vu. Chon Si-vu ikkalasidan ham yaxshiroq xarakterga ega. Bu 200 ming ta'sirchan Nam Min-su, dopamin uning dozasidir. Chiroyli, ishonchli va mehribon. Bu esa bizning maftunkor Bareyunimiz. Ular Sevgi san'at o'rta maktabining 4 ta buyuklaridandir. Demak sen yaponiyalik. Hanachan-san-a? Salom. Ortimdan takrorla. Dinozavr. Dinozavr? Keyingi safar meni shunday deb chaqir. Bo'ldi qil. Bu yoqimli bo'lardi. Balki yo'q. Oynaga qara. Sen tiranozavrga o'xshaysan. Yo'q Ali. Albatta. Keyingi safar salom o'rniga shunday deyman. Yaxshi. Menga yoqdi. Me allegro diverti. Nima? Men bilan tanishganimdan xursandman deyapti. Men ham xursandman. Biz ketdik. Ko'rishguncha.
Yangi kampus. Yangi forma. Bu yangi do'stmi? Sen Eunhosan, to'g'rimi? Mukofotingning 10 yilligi bilan tabriklayman. Men chindan ham Muxlisimmisan? Hamma menga shunday deydi. men hali ham kalitning zanjirlarini yig'yapman. Nega bu axlatni yevish kerak? Hamma elektron qulflardan foydalanayotganda. Topdimmi? Salom. Salom. Yana bir hayajonli kun. Nimasi hayajonli ekan? Uni qarang. Menga salomlashishni o'rgatyapti. Onajon, men juda chanqadim. Chanqadingmi? Hozir. Xana puf? Bir haftadan beri kuzatyapman. Xohlagan joyda paydo bo'ladi. Sumkasida hamma narsa bor. Shuning uchun xana puf. Zo'ra? Mana, Kattakon rahmat. arzimaydi. Darsga boramiz. U yaxshi qiz-a? Aktyorlik 3-A sinf. Eunho uchun umid qilamanki, hammasi senga yoqadi. Qayerga ketyapsan? Volontyorlikka. Buni ol. Baham ko'rishimni aytishdi. Yildan beri sovg'alarni qabul qilasan. Tashlab yubora olmayman-ku. Faqat bittasini ol. Ja, Peter Duker, boshqaruv. oldin ham shu kitobni o'qiyotganingni ko'rgandim. Qirol Sejong bir xil kitobni 100 marta o'qigan va har gal yangi bilimga ega bo'lgan. U hamma narsani hazm qilishga intilardi va o'z fikrlarini amalga oshirish haqida o'ylardi. Bu juda ta'sirli. Jiya, sen haqiqiy dahosan. Bu kitobni kutubxonadan topsam bo'ladimi? Men ham uni o'qimoqchiman. Ammo bu qiyin bo'lishi mumkin, chunki u yapon tilida emas. Ha, endi nima bo'lsa ham o'qishga ishtiyoqim bor. Yevropa tarixi. Sevu? Adliyenni yoqtirasanmi? To'xtab tur. Men buni tasodifan topdim. Balki seni aldayotganga o'xshab tuyularman. Bu nima? Bu javonda bir sir bor. Bu kitoblardan o'ylagan narsangni topishing mumkin. Nimalar deyapsan? Shoshmay tur. Balki o'zing tekshirib ko'rarsan.
Madlenlar Fransiyadan, to'g'rimi? Buni ol. Men bu sirni faqat senga aytdim. Boshqaga aytib qo'yma, xo'pmi? 111 sahifani och. 111 sahifa. Endi ko'zlaringni yum. Madlenlar paydo bo'l. Madlenlar paydo bo'l. Endi ochishing mumkin. Voy. Bu chindan ham kitobdan chiqdimi? Boshqalari ham paydo bo'lishi mumkinmi? Olma pirogi, kruassan, tuzli non, qovli non. Pizza hammi? Menga Chikagodagi pizza kerak. Pizza. Unda Amerikadan bo'lishi kerak. Buni ol. Mana, ko'zlarimni yumaman, shundaymi? Pizza paydo bo'l. Pizza chiqmaydi. Qo'ysangchi. Uni menga ber. Katta amaliy seminar. Biz sizning mutaxassisligingiz amaliy kursi uchun shu yerdamiz. Bu uzoq tarix va san'atga ega bo'lgan birlashtirilgan sinfdir. Har bir jamoada bitta menejment va ikkita aktyorlik mutaxassisi mavjud. Boshqa maktablarda o'rta imtihonlar bor, lekin bizda-chi? Bizda esa yil o'rtalarida loyihalarimiz bor. Men bu semestr uchun jamoalarni e'lon qilaman. Xo'sh, Jiya, Bareun, Minsu, Nega men omadim yo'q? Seulgi, Jiho, Yujin va Bitna, Kyunjun, Junghun va tashvishli va umidli final jamoasi Hana, Yunho va Sivu. Sen oddiy maktabdan kelgansan-a? Bu qizning bizga yordami tegmaydi. Yo'q. Agar u tajribasiz bo'lsa, unga yordam berishingiz kerak. Jiya, Hanaga yordam ber. Xo'p. Jiya, meni ishonadigan yagona odam sensan. Buni aytish qiyin, chunki bu guruh loyihasi. Eunho ham o'z yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rinda turadi, to'g'rimi? Balki guruh yetakchilari bilan basketbol o'ynarmiz. Oy, havo juda sovuq. Nima? Qo'rqyapsanmi? Agar o'ynamasang, chetga qochib tur. Menmi? Men haqimda gapiryapsanmi? Ma'qul. Faqat yutqizgan hammaga taom olib beradi. Yutqizgan hammaga taom olib beradi. Anachan, biz basketbol o'ynamoqchimiz. Tomosha qilasanmi? Albatta, men u yerda bo'laman. Men sizning boshqaruvchingizman. Jiya, sen ham kelasan, to'g'rimi? Meni ba'zi fanlardan qo'shimcha mashg'ulotlarim bor. Sen biz bilan borasan deb o'ylagandim. Men bu vaqtda ko'proq amaliy savollarni tugatish uchun ishlatganim ma'qul. Eunho, Sivu, siz buni qila olasiz. Hanapu, menchi, nima guruhdoshlaringni maqtayapsan? Nima bo'libdi? Baribir biz yutamiz. Kechirasiz, u g'alaba bizniki bo'lish kerakligini aytdi. Eunho, Sivu, siz qila olasiz.
zo'r tashlash bo'ldi. Zo'r. Ovqat sendan. Oy, uni tinch qo'y. Ishlanganda o'zi qaytadi. Bu birinchi marta emas. Zo'r o'yin bo'ldi. Marhamat. Rahmat. Sizga ham. Eunxo'chi. Asabiylashib ketyapman. Ko'zga ko'rmaslikka harakat qil. Qayerga ketyapmiz? Bizning yashirin xonamiz. Drama tadqiqot klubi. Hozir kelib qoldik. To'xtab turing. Xush kelibsan. Nega ular yo'lni to'sib qo'yishgan? Syurpriz! Mening boshlig'im bo'lasanmi? はい。こちらへどうぞ。緊張しなくて大丈夫ですからね。はい。それでは始めていきたいと思います。最近話題になった広瀬花さんと同じクラスですね。広瀬さんは普段どんな学生だったんですか？最低です。最低な人間でした。